Hurmatli jamoat, roza tutib qo'yib, haliginga o'xshab ovqatni bu yergacha olib kelib turib, jallovat suvmi yana o'zinglar boshqa suvlar bilan to'ldirib olib, probka qilib to'sib, endi esalaman shomga yetib olayin. Kechirasan, men sigaret ham chekar edim. Shu eplab yetib olayin deb 4 ta sigaret bilan yopib, 6 ta sigaretni ochib olmaylik. Roza shunday bo'ladi, bilasizmi? Sigaret chekkan yaqinlarimiz muazzinni rosa yaxshi ko'radi. Bir piyola, bir tomchi ichdi, bo'ldi. Ovqat bilan hech narsa bilan ishi yo'q. Mayda o'chiribdi 4 tasi turibdi. Orqasiga ulab chekib tashlash kerak bo'ladi. Shuning uchun biz aytamizki, hurmatli jamoat, roza tutayotganimizda ovqatdan, yeyishdan, ichishdan to'xtadikmi? Quloq roza tutish kerak. Bu roza taqvodorlar rozasi. Har xil narsa eshitmaydi bu. Ko'z roza tutish kerak, har xil narsa qaramaydi. Ayniqsa, nimamiz roza tutish kerak ekan? Til. Til yolg'onchi so'zdan, g'iybatdan, falonchi, pistonchidan nima qilish kerak ekan? To'liq to'xtash kerak. Izakan avvalu layla. Birinchi kechasi bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki, ya bag'iyal xayri. Ey, yaxshilik qilam degan odam, kel. Kelchi yaxshilik qilayin degan odam. Keldi roza mana. Qil yaxshiliklaringni. Nima qilmoqchisan? Rozaning ichida hamma ibodat bor. Rozaning ichida ziyorat bor. Rozaning ichida sabr bor. Rozaning ichida odamning sinalishi bor. Shuning uchun Ramazon oyi birinchi kechasida nido qilib aytadiki, ey yaxshilik qilaman degan mavsum keldi. Sezon keldi. Dehqonlarimiz biladi, buni qisqaroq sharhlaymiz. Juda bir narsalar sharhlab o'zim tushunib sizlarga ham tushuntirib o'rgim kelyapti. Men televizorda yoqsam fevralda oxirida Aravonda kartoshka kelyapti. Dehqonlar shoshiladi. Ey, sezon keldi, kech qolib qolmaylik, ertaroq qilaylik deydi. Nimaga hamma narsani ertalatamizsa, ibodatda begam bo'lib qolamiz, birodarlar. Ibodatda begam bo'lmaylik. Narigi dunyoda hamma narsaning foydasi bo'lmaydi, faqatgina ibodatning foydasi bo'ladi. Ya bag'iyal xayri aqbil. Ikkinchisi, demak, ey yaxshilik qilaman degan-ki, ya bag'iyash sharri adbir. Ey yomonlikni niyat qilgan, to'xta. Roza keldi. Ke shu oyda sen rozani, mana shu roza oyida sigaretni tasha endi shu safar. 46-yil 1400, 25-yil 2000 shu yillarda sen sigaretingdan to'xta. Sen uchun shu Ramazon oyi o'zgarish oyi bo'lsin. Nimadir gunohdan to'xta. Gunohda tartibingdagi o'zing bilgan, o'rgangan, qilib yurgan qaysidir gunohingdan shu safar to'xta. Va sen ibodatingga, hayotingga qaysidir ibodatni qo'sh o'rniga. Sigaretni qo'yda, xatm Qur'onni boshla. So'kinishni qo'yda, zikrga o'tib ol.